Salom qizlar, bugun sizlar bilan yuz uhud haqida gaplashamiz. Kechqurun uxlashimizdan oldin har doim yuzimizni toza, namlab, uhud qilib uxlashimiz kerak bo'ladi. O'shandan keyin yuzimiz har doim yosh ko'rinadi. Bugun sizlarga o'zimning uhudimni ko'rsatib beraman. Cho'chirtdi, men qizlar kiprikdan boshlayman, chunki menda kiprik ekilgan. Shuni ushlatish uchun sizlar survatsiylar yechish oson bo'ladi. Kipriklar bilan birga yuvib olmaysizlar. Yuzimizdan nitsilarga tozalab olamiz. Ko'rasizlar, kipriklar kekin olib tushishga boshlaydi. Yumshoq yechiladi, kipriklarga zarar yetmaydi. Makiyajni chatini o'chirish uchun geldan foydalanaman. Mana qizlar, yuzimni tozalab oldim. Keyingi etap bu kiprik parvarishi. Mana kipriklarim juda ham siyrak, shuning uchun kipriklaringiz uchun asoyi suraman. Kipriklarimizdan uhudga muhtoj. Yuzimizga cho'tka bo'lib tozalab bo'lgandan keyin yuzimizga namlantiruvchi kremdan foydalanamiz. Mana yoshim 25 dan oshgani uchun Nashna krem olganman. Mana kremimiz sostavida niacinamid va vitamin C mavjud. Nashna krem olib suvaramizda. Bo'yinlarimiz haqida ham unutmaymiz. Agar faqat yuzga e'tibor berib, o'yinga e'tibor bermasak, bo'yningizni tez qarib ketadi. Ko'z atrofini ham unutmaymiz. Ko'z uchun namlantiruvchi krem suramiz. Yoki suv qilib foydalansak bo'ladi. Onda vazirasmay ko'z atrofi uchun krem, uxlab, ertalab uni svej yuz bilan yuvamiz qizlar. Agar sizlarga videoim yoqqan bo'lsa, sizlardan bitta like, menga obuna bo'lishingizni aytaylik. Blogimda makiyaj va uhud haqida qizlar.